Bu Amerika Qo'shma Shtatlarida bolalar uchun tavsiya etilgan emlash jadvali. Bu bolani keng tarqalgan yuqumli kasalliklarga qarshi qaysi yoshda emlash kerakligini ko'rsatuvchi oylik jadvaldir. Mana 12 oylikda qizamiqqa qarshi emlash, poliomielitga qarshi esa 2 oylikdan boshlanadi. Bu gepatit B ko'pincha chaqaloq shifoxonadan chiqmasdanoq tavsiya etiladi. Bularning barchasi bir paytlar miya shikastlanishi, falajlik va hatto o'lim kabi dahshatli oqibatlarga olib kelgan kasalliklardir. Shu sababli ota-onalar va pediatrlar o'nlab yillar davomida ushbu tavsiyalarga amal qilib kelishgan. Ammo so'nggi yillarda ko'plab chalkashliklar va xavotirlar paydo bo'ldi. Tobora ko'proq ota-onalar ushbu jadvalning ayrim qismlarini kechiktirishni yoki hatto butunlay voz kechishni tanlamoqda. To'g'risini aytganda bu juda murakkab tuyulishi mumkin. Nima uchun yosh bolalarga bunchalik qisqa muddatda shuncha ko'p ukol kerak? Keling, buni tushuntirib beramiz. Xo'sh, avvalambor menimcha biz bu mamlakatda ota-onalardan ko'p narsalarni so'raymiz. Ya'ni biz ulardan hayotining dastlabki bir necha yillarida 14 xil kasallikning oldini oladigan vaksinalarni oldirishni so'raymiz. Bu vaqt ichida 25 tagacha ukol qilinishi mumkin degani. Dr. Paul Offit, Filadelfiya bolalar shifoxonasi qoshidagi vaksina ta'lim markazi direktori. Menimcha skeptitsizm yoki e'tirozlar mutlaqo tushunarli. Agar odamlar vaksinalarga biroz qarshilik ko'rsatmasa, bu g'alati bo'lardi. Ayniqsa gap bir kunlik chaqaloqlar haqida ketayotganligi sababli ularga ukol qilish juda qo'rqinchli, biroq ayni vaqtda juda zarur. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar sog'liqni saqlash sohasidagi eng zaif guruhlardan biridir. Ularning a'zolari hali rivojlanmoqda va immun tizimi endigina shakllanmoqda. Tug'ilganingizda siz dastlab bachadondagi deyarli steril muhitda bo'lasiz, ammo to'g'ri yo'ldan o'tib dunyoga kelganingizda unday bo'lmaydi. Bu shuni anglatadiki, chaqaloqlar ayrim kasalliklarga ayniqsa moyil bo'ladi. Masalan, respirator sinsitsiyali virusni olaylik. Qo'shma Shtatlarda har yili RSV bilan kasallangan 60 mingdan 80 minggacha bola shifoxonaga yotqiziladi. Bu Qo'shma Shtatlarda 1 yoshgacha bo'lgan bolalarning shifoxonaga yotqizilishining birinchi raqamli sababidir. Tadqiqotchilar 60 yillardan beri ushbu virusga qarshi vaksina ustida ishlamoqda. 2023-yilda u go'daklar uchun emlash jadvaliga qo'shilgan. Shunday qilib biz uni 5 yoshli bolalarga tavsiya etmaymiz, chunki ular RSV bilan kasallanganda shamollab qolishadi. 1 yoshgacha bo'lgan bolalarning ko'pchiligi esa shifoxonaga yotqiziladi. Aytgancha, bu doktor Jim Campbell. U Amerika Pediatriya akademiyasining vaksina bo'yicha mutaxassisi. Biz Qo'shma Shtatlar bolalari nomidan gapiramiz va tavsiya etilgan narsalar bolalarni himoya qilish uchun to'g'ri tavsiya etilganiga ishonch hosil qilishni istaymiz. Vaksina ularning yangi immun tizimini xavfsiz tarzda chiniqtirish imkonini beradi va bu jadvalning har bir qismi dozadan tortib vaqtgacha buni o'ta samarali bajarish uchun puxta ishlab chiqilgan. Jadvalning har bir qismi bir nechta tibbiy tashkilotlar tomonidan sinchkovlik bilan o'rganilgan. Shunday qilib, vaksina jadvalga kiritilishi kerakmi va qachon kiritilishi kerakligi haqida mutaxassislar ikkita asosiy narsaga e'tibor berishadi. Birinchisi kasallik yuki, ya'ni kasallikning jamiyatga ta'siri. Biz buni epidemiologiya deb ataymiz. Bu kasalliklar qachon kuzatiladi va kasallik vaqtiga qarab vaksina qilish qachon oqilona bo'ladi. Demak, bu ushbu infeksiyalarni yuqtirish ehtimoli yuqori bo'lgan vaqtga kelib to'liq immunitetga ega bo'lishini ta'minlash kerak. Ikkinchisi esa immun tizimining o'zi. Uni qachon eng yaxshi javob bera oladi? Masalan, chaqaloqlar onasidan o'tgan vaqtinchalik qizamiq antitanachalar bilan tug'iladi. Agar vaksina juda erta qilinsa, onadan o'tgan antitanachalar chaqaloqning o'z antitanachalarni ishlab chiqarishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Qisqasi, vaksina ishlamaydi. Qizamiqqa qarshi vaksinani ertaroq qilish xavfsiz bo'lsa-da, mutaxassislar AQShda uni berish uchun optimal vaqt 12-15 oylar o'rtasida, so'ngra bola bog'chaga borishdan oldin ekanligini aniqlashgan va bu usul qizamiqning oldini olishda 97% samarali ekanligi isbotlangan. Turli yoshdagi immun javobi bo'yicha olib borilgan keng ko'lamli tadqiqotlar bolaning nima uchun bunchalik tez va ko'p vaksina olishini tushuntiradi. Ammo bu ko'plab ota-onalarda savol tug'diradi. Bu ukollarning barchasi bolaning yangi immun tizimini haddan tashqari zo'riqtirib yubormaydimi? Bu shubhasiz eng katta xavotirdir. Immun tizimingizni haddan tashqari zo'riqtirishning iloji yo'q. Bizning immun tizimimiz hatto yangi shakllanganlar ham aql bovar qilmas darajada kuchli. Har kuni uyg'onganimizda shunchaki nafas olish, ovqatlanish va turli yuzalarga tegish orqali biz minglab antigenlarga duch kelamiz. Bularning barchasi bir vaqtning o'zida doimo sodir bo'ladi. Bizning tanamiz va immun tizimimiz juda ko'p miqdordagi antigenlarga tayyor va ularning muhim vazifalaridan biri kun bo'yi o'sha antigenlarni nazorat qilishdir. Xo'sh, agar immun tizimimiz shunchalik ajoyib bo'lsa, bolalarga tabiiy ravishda immunitet hosil qilishga imkon bersak nima bo'ladi? Bu yaxshiroq emasmi? Bu yaxshiroq, bu haqiqat. Muammo shundaki, tabiiy immunitet uchun to'lanadigan badal juda yuqori bo'ladi. Tabiiy immunitet bu tavakkalchilik va bu kasalliklarning birortasini yuqtirish xavfi vaksinalarning o'zidan kelib chiqadigan xavfdan ancha yuqori. Poliomiyelit har 200 ta infeksiyadan birida falajlikka olib kelgan. Vaksina paydo bo'lishidan oldin butun dunyoda har yili deyarli 1,5 million odam vafot etgan yoki falaj bo'lib qolgan. B gepatit jigar saratoni yoki sirrozga olib kelishi mumkin. Gepatit B ni yuqtirgan chaqaloqlarning 90% umrbod surunkali infeksiyaga chalinadi va qizamiqqa qarshi vaksina paydo bo'lishidan oldin esa ancha kishi vafot etgan.
Har yili qizamiq tufayli 48 mingta shifoxonaga yotqizish holati bo'lgan. Qizamiqdan 500 ta o'lim holati qayd etilgan. Asosan pnevmoniya, suvsizlanish va ma'lum darajada ensefalit, ya'ni miya yallig'lanishi sababli. Vaksinalar jadvalga tavakkalchiliklarni bartaraf etish uchun kiritilgan. Menimcha tabiiy immunitet atamasi noto'g'ri. Uni omon qolganlarning immuniteti deb atash kerak. Chunki bu aniqroq bo'lardi. Ehtimol yaxshiroq savol shunday bo'lar: vaksina orqali hosil qilingan immunitet yetarlicha yaxshimi? Javob: ha. Shunday qilib siz ukollarni kechiktirishingiz yoki vaqtni cho'zishingiz mumkin, lekin bu faqat bolaning himoyasiz qolish vaqtini uzaytirishni anglatadi. Shunday qilib, bu yaxshi sinovdan o'tgan, puxta ishlab chiqilgan jadval, kechiktirilgan jadval hech qanday afzalliksiz bolani faqatgina yuqori xavf ostiga qo'yadi. Garchi ba'zi ota-onalar uchun noaniqlikka sabab bo'layotgan narsa ukollarning miqdori emas, balki ularning tarkibida bor deb aytilayotgan moddalardir. Vaksinalar odatda 5 ta komponentdan iborat. Eng aniqrog'i bu antigenning o'zi, ya'ni tanangizda immun javobini ishga tushirishga undaydigan narsa. Ba'zan bu virusning zaiflashtirilgan yoki o'lik versiyasi bo'ladi. Ba'zan esa shunchaki virusdan olingan bittagina oqsil. Agarda sizda masalan gepatit B vaksinasi kabi virusli vaksina bo'lsa, uning tarkibida bitta gepatit virusi oqsili bo'ladi. Buni olaylik, ya'ni aytaylik, streptokokli tomoq og'rig'iga chalinganda bir vaqtning o'zida 25 dan 50 gacha antigenga duch kelishi mumkin. Solishtirsak, vaksinada antigenlar ancha kam. Ammo chalkashliklar vaksinalarning boshqa tarkibiy qismlari doimiy ravishda zaharli deb atalishi tufayli kuchaymoqda. Sizda kimyofobiya bor. Natriy fosfat kabi nomni aytsangiz bas. Masalan, natriy fosfat vaksinalarda bufer agenti bo'lishi mumkin. Va agar siz buni odamlarga aytsangiz, bu ular nima ekanligini bilishmaydi. Natriy fosfat ichishlarini bilishmaydi. Masalan, timerosal so'nggi paytlarda ko'p muhokama qilinmoqda. Bu 1930-yillardan beri turli xil mahsulotlarda ishlatiladigan konservant. Uning tarkibida etil smob bor. Bu juda qo'rqinchli eshitiladi, ammo birinchidan timerosal 2001-yilda barcha bolalar vaksinalardan olib tashlangan. Ikkinchidan, bu boradagi keng ko'lamli tadqiqotlar uning xavfsiz ekanligini isbotlagan. Tadqiqotlarda timerosal saqlovchi vaksina olgan bolalarning qonidan smob miqdori o'zgarmaganligini ko'rishingiz mumkin, chunki u juda oz miqdorda bo'lgan. Va yo'q, uning autizmga sabab bo'lishiga hech qanday dalil yo'q. Bu mavzu bo'yicha o'nlab tadqiqotlar o'tkazilgan. Hech qanday vaksina va autizm o'rtasida bog'liqlik yo'q. Hozirgi kunga kelib 24 ta tadqiqot o'tkazilgan. 24 ta vaksinalar o'nlab yillar davomida million martalab xavfsiz ekanligi isbotlangan. Ular bizni himoya qilishi kerak bo'lgan kasalliklar esa xavfsiz emas. 2019-yilda AQShdagi so'nggi 30 yil ichida eng ko'p qizamiq holati qayd etildi. 3 kishi vafot etdi. Bunday kasallik avj olishlari to'g'ridan-to'g'ri emlash darajasining pasayishi bilan bog'liq. Immunizatsiya darajasi pasaya boshlaganda qizamiq qaytib keladi. Bu juda yuqumli kasallik va shu sababli u juda yuqori darajadagi immunitetni, jamoaviy immunitetni, ya'ni ommaviy immunitetni talab qiladi. Balki siz bu grafikni avval ham ko'rgandirsiz. Bu 1950-yillardan boshlab qizamiq infeksiyalarining soni. Bu yerda vaksina joriy qilingan. Mana poliomiyelit va meningitga sabab bo'luvchi gepatit virusi uchun ham shunday o'xshash grafik. Agar biz xavfsiz va samarali vaksinalar orqali bolalar uchun kasallik yukini kamaytirishda davom etsak, ularni topishda davom etish bizning ham eng katta ishtiyoqimizdir.